Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda hammamiz ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolganmiz. Asosiy ilmiy, ma'naviy ozuqani ijtimoiy tarmoqdan oladigan bo'lib qoldik va turli xil informatsiyalar ta'siriga tushib qolyapmiz. So'nggi paytlarda ko'rib turibmizki, xalqlar o'rtasida o'tmish allomalarni bilan faxrlanish, ularni o'zlashtirib, o'zinikini qilib olish masalalari juda keng tarqalib, ko'p yangrayapti. Bu esa millatlarni o'zaro o'sha millatchilik qilishligiga, tarafkashlik qilishiga olib kelib, bir fitnalarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda Hujurat surasining 13-oyatida marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Ey odamlar, men sizlarni bir ota va bir onadan yaratdim va qabilalar va xalqlar qilib qo'ydim, toinki bir-birlaringizni yaxshi tanib olingizlar deb marhamat qiladi. Va bu oyat so'ngida aytadiki, albatta Allohning huzurida eng taqvoli inson eng hurmatli va afzal insondir deb o'sha oyat karimada aytiladi. Biz bu oyat karimadan anglab yetamizki, millatchilik qilishlikdan hech foyda yo'q. Qaysi insonki taqvodor bo'lsa, ilmli bo'lsa, odobli, axloqli bo'lsa, Alloh taoloning huzurida o'sha inson eng afzal inson hisoblanadi. Hech qaysi bir millatning bir millatdan afzallik joyi yo'q. Bu haqda mana oyat karimada mana o'z tasdig'ini ko'rdik. Shuning uchun barchamiz bunday fitnalardan saqlanaylik, bunday fitnalarga tushib qolmaylikda, kundalik o'z yumushimizni qilib, to'g'ri Alloh taolo ko'rsatgan yo'ldan boraylik.